Anchadan beri ayamga yaxshiroq sovg'a bermagan ekanman. Даже 8-marta ham sovg'a bera olmadim. Hozir 8-mart hayitli hammasini bitta qilib sovg'a beraman. Nimaligiga qiziqyapsizlar? Men ham qiziqyapman. Hozir ichkarida ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulaziz, sizga. Lekin biz sertifikat nima bo'ldi? Sertifikatingiz tayyor sizga va onangizga Dubayga sayohatga. Dubayga. Rahmat. To'g'risi ayam bilgan yo'q, nima sovg'a qilishimni, nimaligini. Uchini ochib qo'yganman, jan unaqa emas. Siz bilan hozir bitta ishimiz bor dedim. Hop, tayyor bo'lib turing dedim. Hozir uyga boramiz endi. Mana shunaqa Osiyo gullardan shunaqa chiroyli gullarni oldik. Endi ayam yoniga boramiz. Ketdik. Siz bilgan qilishsiz. Vaa. Onaginam, assalomu alaykum. Rahmat. Dubayga. Maza qilib aylanib mana gulam sizga. Shuncha qiynalganlaringizni endi chiqaramiz uni. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemor. Aylanib kelaylik, maza qilib. Biloldan aka, necha yildan beri shu sohadasiz aka? Biz bu sohaga taqriban 3 yil bo'lyapti. Oldin faqat Saudiya Arabistoniga sayohatlar jo'natardik. Hozirda ko'plab davlatlarni qo'shdik. Ya'ni Turkiya, Dubay, Vietnam, Tailand shunga o'xshagan davlatlarni bir qanchasini qo'shdik. Endi kelajakda maqsadimiz O'zbekiston bo'ylab filiallarni ko'paytirishimiz inshaalloh. Aka, oxirgi savolim, Bilal Travel'da litsenziyasi bormi? Bilal Travel'da albatta biz mana oldin Dalil Travel qilib yurgizganimizda ham litsenziyamiz bo'lgan. Hozir Bilal Travel'da albatta davlat ro'yxatidan o'tkazgan litsenziyasi bor. Nafaqat Saudiyaga va qo'shimcha davlatlarga ham litsenziyamiz bor. Asosiy maqsadimiz bizni chet eldan fuqarolarni O'zbekistonga jalb qilish. Ya'ni katta maqsad qo'yganmiz, faqat O'zbekistondan turist qilib chet elga chiqarish emas, balki O'zbekistonga ham turistlarni olib kirishlik. Biloldan aka, katta rahmat sizga ham, aka. Men o'sha Dubayda harakatini qilaveray. Albatta Dubayga uchish harakatini qiling. Rahmat aka. Ha.